men bu ishlaringizni qabul qila olmayman. Bizga umuman talabga javob bermaydi. Yo'qalarni qarang, buralib yotibdi. Olib qolaversangiz-chi, orasida o'tkazib yuborasizlar, baribir ishlab chiqarish-ku. Iya, ishlab chiqarish bo'lgani bilan bu brend-ku. Ezazim brend-ku, har bitta narsasi akkuratniy bo'lish kerak. Biz buni eksport qilamiz. Men tushunmadim. Shunda hozir menga tiktirib pulimni bermaysizlarmi? Qarang singlim, o'ziz shu narsani kiygan bo'lardingiz, odamlar buni puliga sotib oladi. Olib borib to'g'rilab keling. Chokingiz yoqsa pulini olasiz. Nima? To'g'rilamayman men buni. O'zi zo'rg'a qiynalib tikuvdim. Kerak emas menga, sadaqa shu sizlarga. Ayblarini aytsak, biz yomon bo'lib qolyapmiz. Lekin sizlarga shunaqa narsani sota olmaymiz. Allo, Sarvinoz, bo'lmadi. Chokimiz yoqmaganmish. Aytdim, men ham ishlab chiqarish-ku deb aytsam, yo'q, klientlarimiz biz bunaqa narsalarni sota olmaymiz deb aytishyapti. Maqsadlari-chi, bizlarning pulimizni bermaslikda, ana sen aytayotgan boshqa joy bilan ishlaymiz endi.